Akalar, bugun legendarniy Ramadan mahallaga kelganmiz. Zangata tumani bo'ladi. Toshmi postidan 7 km ichkari kelganingizda mana shu yerimiz. Fasad qismi 20 ga 48 sotiqlik yerimizni sotuvini qo'yib yubordik. Narxini boshida aytaman, talab va taklif sotig'ini $9,900 evaziga shu xonadonni sotasiz bo'ladi. Endi qarang, bu yerda tayyor biznes ishlab turgan ekan. Qo'zqorin biznes bilan shug'ullanishyapti. Mana shu qurilishlar bilan kimgadir qiziq bo'lsa, qo'zqorin biznesi yo'q nima qilib qilaman desangiz, shu yerda siz juda ham chiroyli lokatsiyadan joy bo'ladi. Bu yerda suv, svet, gazdan muammo yo'q ekan. Egalar tarafdan aytishib, yo'nqismas ekan. Cho'tki mahallani ko'ryapsiz. Endi yana bitta sotuvga chiqqan joyimiz bor. Ko'ryapsiz, fasad 40 bo'ladi, ichkariga 40 bo'ladi. 16 sotiqlik yerimiz. Buni ham narxini 9900 dan qo'yib yubordik. Egalar bilan suhbatlashib, barakasini qilsangiz bo'ladi. Teplisa qilishgan ekan. Birimiyankali qurilgan. Dokument, xat, huj, kadastr dokumentlaridan muammo yo'q dedilar. Endi qarang, Katta ko'chadan 500-600 metr masofaga kirganingizda kelishuvga qarab teplisa qilishgan ekan, qoldirishingiz ham mumkin yoki olib chiqib ketishadi. O'shani ham hisob kitobini o'zingiz to'g'rilab olasiz. Ramadan mahalla bo'ldi, sotig'ini 9900 qo'ydik, bu yoq 16 sotiq, bu yog'imiz 8 sotiq bo'ldi. Egana raqamini qoldirib qo'yamiz, qo'ng'iroq qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Chiroyli, yaxshi narxlarda o'rganib narxi chiqardik deb o'ylayman. Raqam qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.